Assalomu alaykum do'stlar. Telefon ishqibozlari mana Oltinsoyda yana bir ishimiz tugadi, xudo xolasa. Adnotonni qoshlardi, mikrofon fasonda. Ichkari tarafimiz. Ichkari taraf shunday bitti, xudo xolasa. Bu qaytik fasonda bo'ldi. Yuzning ichki tarafi. Yoqlarni ham oppoq qilib qo'shib, cho'tkilab nasib bo'lsa yakum yo'q. O'zlaringiz baho beraverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Navesimiz uzunligi 25 metrmi? Bunday. Eniga 5.30 bo'lgan. Aylanib qo'shi bilan polni rovni 400 kvadrat tunga ketdi bunga. 140 mingdan deganlar bilan dogovor qilib shuni urib beryapmiz, xudo xolasa. Yakun hovli tarafdan shunday общий 20 ta svet qo'yildi. 67 metr rover ketildi. Roverda metrni 100 ming so'mdan dogovor qilib mana qo'ydik. Rover ham o'zimizda metriga 100 ming so'mdan o'zimiz qirqib tayyorlab, uстановкасы bilan qilib berdik. Mana shunday. Olsa tugadi mana. Ishimiz yakun bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar.